Biz Sina bilan bunaqa ketyapmiz. Muz uchgani, muz ustida uchgani. Bilan o'zing qanday his qilyapsan? Juda yaxshi. Bugun nihoyat tashqariga chiqdik, aylanishga. Yes. Juda yaxshi. Yes. Atrof ko'rinishi shunaqa ko'rinyapti. Вообще pusto joylarga birinchi marta qaraydi. Ko'pdan beri bunaqa quruq, почти hech nimasi yo'q joyda yurishim o'zimizni ayrim bir shahardan chetdagi anaqa qishloq joylarga o'xshagan aka. Chunki biz Seulda emasmiz, biz Incheondamiz. Shuning ham atrof shunaqa. Hozir ko'rsataman. Ya'ni zo'r bir narsa dedigandagi videoda qarshidan nima iskamda, yo'q. Qarshidan nima iskam, shuni tushuntirib beringlar. To'g'risida musorlar yotibdi. Mana shu joyini ko'rsatishmaydi-da, Koreyani. Ko'rsatinglar, mana shu qishloq joylarini degisi keladi odamni. To'g'ri misol jiplar, bir narsalar yurgan bo'lishi mumkin. Lekin shoji etaj qishloq, bu yerda ham odamlar yashaydi. Qaranglar, laylak. Endi turnami? Turna yoki laylak voy? Ikkalasidan bittasi. Jo'jakalani qanday ham borishdi. Ha, esimda. O'sha to'g'ridagi binoda bo'lyapmiz. Mabodo o'sha bo'lishi mumkin. Qadar qarab ketyapmiz lekin ko'chani ko'rinishi shunaqa ekan, atrofi. Ishqilib bu hozir eng yorug'i, lekin mana Sonak, Kokche, Pangsang, Gyeongjang deb yozilgan. Mana qarab ketyapmiz. Yo'l shunaqa. Hozir keldik. Mana shu joyga. Nomi ichiga kirdik. Shunaqa ekan. Mana bu yerda menimcha tiket berishsa kerak. Mana bu yerdan kirib kelar ekansizlar. Bunaqa qo'lqop berishdi. Ekan bu yerda sumkalarini qo'yib qo'ysa bo'ladigan joy bor ekan. Silim hozir qo'yib bo'lguncha oyoq kiyimni almashtirib qo'ymoqchiman. Ichkariga kirgandan keyin yana biza boramiz. Bu yerda oyoq kiyimlarini almashtirishyapti. Mana meniki. Biz hozir kiyib oldik. Mana bittadan kirilarga. Mana ichkarida o'tishyapti. Hozir kiramiz. Aşağı. Ana aşağıda o'tishyapti. Oye. Bu yerda mana shunaqa ochib berishyapti. Ko'rinadimi bilmadim. Oye. Mana. Orqada ochib berishyapti. Shunaqa bu yerda kutishyapti. Olishdi boshlar. Mana biz chiqdik. Oyog'imizdan ko'rsatdik. Mana. Birga uchib ko'rdik.
Qalay bo'ldi? Judayam zo'r bo'ldi. Ancha tartib. Helmetga qiyshab qoldi. Katta narsa yeyolmayman, o'zi aslida bunday bo'lishi kerak. Rosa kattaga, menga bilmayman, g'alati ko'rinyapti. Hijob kiyganimga yana sochim ham boshqacha ko'rinyapti. Maza qildik. Oxirgi marta O'zbekistonda 10-sinfda o'chirdim. Qancha? Qilib shunaqa. Hozir birinchi marta bu yoqda uchib ko'rdik. Lekin ancha mana bu muzini usti qirilib qolgan ekan. Mana bu o'rtaroqdagi chiziq bilan o'ragan joylari qirilmagan ekan. Bu yoqda ko'proq qimmatroq to'laganlar uchib ekan. Chetida bo'lsa arzonroq to'laganlar uchib yuribdi ekan. Shunaqa ko'proq dars olganlar mana bu skinmi o'sha ish qilib mana bu uchadigan mana bu rolik bor. O'shani olib ko'rganlar, то есть darsini olganlar. Как бы o'sha yerda mana shuncha pulga tushib ekan. Ну, то есть qimmatroq tushib ekan. Lekin rosa charchab qoldik. Shuning uchun ham bu yerda o'tiradigan joy bor. Oxirgi marta xarlashyapmiz. Uchib oldik. So'ngra uchib oldik. Kiyib bo'lganini qo'yishib ekan. Solib qo'ydik. Endi bularni solamiz. Shu bilan uyga do'y-po'shlik qilib videoga olib qo'yamiz. Voy kirib chiqdik. Endi ketyapmiz uyga. Shunaqa maza qildik lekin. Shunaqa maza qilib kelinglar. Koreyaga kelsanglar bir marta uchib ko'ringlar. Hammaga xayr. Don't forget to subscribe dedik. Xayr. Apa?